o'qituvchilarni qo'lida kitobi bo'lsa bo'ldi. Ular boshqa ish qila olmaydi, shirin ovqatlar qila olmaydi, uy ishlarini qila olmaydi, kitob o'qish bilan shug'ullanadi deydiganlar uchun qaranglar. Hozir bitta tarvuz kesish usulini o'rgataman. Keyin siz ham har doim mana shunaqa tarvuz kesadigan bo'lasiz. Eng avvalo tarvuzimizni yuvib olamiz va boshlaymiz. Bismillah. Qizilligini. Mana shundoq birinchi tarvuzlarni yuvgandan keyin ikkiga ajratib olamiz. Birinchi ish bir bo'lagini olib qo'yasiz va ikkinchi bo'lagini olasiz oldingizga. Bu uyda o'zingiz va farzandlaringizning mazza qilib yeyishlaringiz uchun kesish usuli hisoblanadi va mana shunaqa kesganingizdek bitta qoshiqchani olasizda, mana shunaqa qilib olasiz va mazza qilib yeysiz. Yoqimli ishtaha.